Hammaga salom, do'stlar. Va nihoyat, GTA 6 o'yinining ixlosmandlari uchun uzoq kutilgan yangilik. GTA 6 kompyuter o'yini 2026-yil 19-noyabr oyida omma e'tiboriga havola etiladi. O'ziga xos yangi personajlar, realistik ko'rinishga ega superkar hamda yuqori aniqlikda tayyorlangan binolar va atrof muhit ko'rinishi o'yin jozibasini maksimal darajada yuqori bo'lishiga xizmat qiladi. O'yinning minimal dasturiy ta'minoti quyidagilarni talab qiladi. Windows operatsion sistema 11-versiyasi 64 bayt. Prosessor Intel Core i5 9600K yoki AMD Ryzen 5 3600. Operatsion xotira 16 GB. Videokartaga kelsak, Nvidia GeForce RTX 3060 8 GB. O'yinning disktagi joyi esa 100-120 GB ni tashkil etadi. Demak, 19-noyabr GTA 6 o'yinini rasmiy o'ynash uchun tayyor bo'ladi. Bizni kuzatib boring va eng yangi texnologiya hamda yangiliklardan xabardor bo'ling.